sen kim? Belişmez hiç kim. Ben şimaldan sen canutdin. Kelsen belkim. Külümüz yığlaymız. Turmuş degan şu. Qaynaymiz arlışıp bir qozonda biz. Ben kim? Sen kim? Belişmez hiç kim. Ben şimaldan sen canutdin. Kelsen belkim. Külümüz yığlaymız. Turmuş degan şu. Qaynaymiz arlışıp bir qozonda biz. Tarazıda ölçep olmaydı. İnsan xuşallık edip daim külmeydi. Ömrüne ak vurup kılmığın zaya. Baxtni isqilib sessem kıpaya. Baxtni tarazıda ölçep olmaydı. İnsan xuşallık edip daim külmeydi. Ömrüne ak vurup kırmızın saya. Baxtni isqilib sessem kıpaya. Yaxshi kiradi adamsiz. Vallahi bo'ldi. Ta'sirda shahrimiz tarixdan buyon ko'rinib boqmagan kuchli suvoq etining ta'siri kuchir. Mana do'sti Soqchiqanning telefon numerini deb beraman. Nega Soqchiqanma? Yo'ldishim kecha joyi kelmadi. Voy, meni yo'ldishim yo'qolib ketdi. Uning ismi Qadir, Abduqodir. Qadir edi. Qadir nima bo'ldi? Yo'lsiz bir ish bilaylik to. Peter Matadın sizni tetkikna? Ma'qul. O'tiring. Qadirka, bu siz odatda noshtaga bitirman deysizlar. Ha? Ya. O bunda gap. Ma Aliye özgüç tavva bir Petermantans açmak istedi ha. Şunu öyde şu tecrübe kılvatıdı. Ha, mındaqda. Oy, yaxshi go. Ha, shikinglar birlik igilik qilsanglar, bu nahot yaxshi go. Yaxshi o'pdi. Haqiqatan yaxshi o'pdi. Oy. Karanfkam, başka işiniz var mı? Ba, ben şu ilk Petermant'ı saklavatım ha. Oy, bakalım. Qadirka, biz ilk adamın qanday qilib qafasga solinib qolganligini uqmoqchi. Ha? Onu özünü sormamsiz. Qadirka, bayağı sizlar deysingizcha, kasat ishkilarda siz taksi haydayotgan. Haras, o taksi sizningmi yoki shirkatningmi? Benim. Ha? Benim? Ukam, saat neçe oldu? 10:45. Kasat ishkilarda. Ha? Kasat ishkilarda siz G'albiyat yo'ldan do'stlikka qarab bormadingiz. Degan saat 10:45 mi? Ha? Oy! Qadirka. O'zini bilsin Qadirka. Ha?
Qadirka, bunda qilaylik. Men sizga baqo tunogim bo'lgan ishlarni bir-birlab do'rab beray. Balki esingiz kelib qolar, ha? Shunday qilaylik. U vaqt siz mashinani haydab, ko'rikni yig'ib olganda, tuyuqsiz tarafga ketib, mashinani to'xtatdingiz. Dal shu chog'da jiroqdan qutuldiringlar degan bir ovozni angladingiz. Berib qarsangiz, bir g'aljir ish qafas qarab xirs qilib turdi. Shuni olasiz, eliq odamni qafasdan qutuldirish uchun u ish bilan bir mayda elishdingiz. Asta berib ishni ash boydan qisdingiz. Doğrusu siz doğrusu sizga bir qiladi. Voy beshim. Axir qanday qilsangiz bilaman. Mashinadagi Peterman telefon uni oldiga shunda olatdingiz-da. Ishdan diqqati shu zaman boshqa burildi. Shu asta kirib qafasdan heliq odamni qutuldirib chiqdingiz. Hozir charchab ketganman. Akşam nemish qildimmi? Qadirka, bayaman do'rab bergan, naqsiz qilgan shu-ku. Lekin ko'pincha vaqtda doktorlarni o'siz yapti. Voy, ajabli chedimidi, voy. Voyjon. Adam bormi, ey? Voy. Qanday yaram bo'tsiz? Qanday bu ko'zingiz yo'q. Voy. Demakchi bo'g'im. Demakchi bo'g'im, chidaymiz-ku bunda og'riqlarda. Siz nima qilaman? Nima qilsangiz? Arxivingizni kirgizib olay. Abduqodirjon. Uyg'ur. Nechamiz? 30. Jinsan. Ha? Adresangiz? Ha? Langan yo'li 23-ko'cha 8-bino 1-qavat 101 nomerni qo'ying. Telefon nomeringiz? Nima? Indaysiz? Ya doshlar deb so'rmoqchi bu. Balkim. Aliya. Ha? Mana qonni birdan turib so'rala ya. To'g'ri. Aliya. Vaqtcha dili. Nima? Voy, mening vaqt o'rnashtirishim qalaymi qilish ketibdi. To'g'ri. Siz yaralandingiz emasmi? Qiziqli. Ha? 6-nomerlik bino. Shunda? Oshxonadagi kishi. Olli. To'g'ri. Ayolıngiz bizga Peterman taslatdi. Qadirka, qalqliqga kelib qoldik. Boya sizning deyishingizcha, eliq ishning bo'yindagi chambarakchiga bir qog'oz chiqsinlikan degandingiz, ha? Chorshanba. Menga atgan 830. Nima? U qog'oz mazmunmi? Ha? Voy. Ha, ma, ilma. Vah. Ajab, apam chiqqanda kichik eshik tugisiz buni. Ha, undan sen meni yaptın. Ma'qul. Qadirka, eliq ishdan parani qilgan sheyli, ha? Ishdan qaramay? Maqara, u ish bag'o hozir bizga birdan-bir guvoh bo'lib qoldi. Voy, o ish bizning Qodirni tishlab olgan to'g'riliq degan guvohchi sotmamda. Maqara, Qadirkam u ishdan tishib tegmagan bo'lsa, u ishni avarib Qadirkam tishmaydi-da. Qadirka, u ish qanday ekan? Ha? Cho'ng it. Cho'ng? Qancha cho'ng? Voy, fat cho'ng. Kishimikan, akamikan?
Kişimlikə, erkeklikə? Ben qarağın Fukam. Fukam. Aha işte kişi mi, erkek mi, ha, oxudum bana. Meyli erkeğe kişi olsun, ma adamı kişiliğindeki ağrıydı şu, ha? To'g'ri. Bunda qilaylik. Biz bu savolni atlab o'tib kelaylik. Qadirka, men sizdan so'raydigan yana bir ikki savol bor. Vay bishim. Otur bishim pek arasını o. Qarang Fukam, bizning Qodirman sizning savolinizga javob bergak faqat majal yo'q. Siz nimish bay doktorxon vaqtda men savollarni so'rab tugatmadingiz? Men qarang, men Qodirkam bizlar faqatlanma sashmidi. Oldi bilan u o'zining kimligini aytqil olmadi. Ondan o'yining adresini digil olmadi. Eğer adam doktorxonada uysiz yatsa, mana shu sizlarni avvatlasdan boshqa chora yo'q. Ha. Qadirka, nahayat ichki savollar qoldi. To'xtab turing Fukam, men mashinamda ishlamayapman. Ras. Ben mashinamizga pas so'qib qo'ydim. Mana aşkış. Rahmat. Qadirka, eğer bağakçının mezmunu bek moyimdek turdu. Onun nimde bizdi. Nim bağakça? Asta, eğer iştin boynundaki bağakçında oldum ben. Bir üstün sonra bakmamsa ya. Gel şu işini tapalmavatım ben. Bu eğer adam qanday qilib bu qafasning ichiga so'nib qolgan ekan? To'ng'ay, men uxladim. Ha. Balkim aşadan itning tishiga tegib qo'ygan ekan. Qadirka, men sizsam siz hargiz qo'rqma. Agar biror ish qolsa, biz sizni cho'qim qo'daymiz. Bizning egalishimizcha, erk odam yanchiqchilar qo'shinining ikkinchi darajasi turgan muhim bir shaxsga. Yanchiqchilar qo'shini? Shundoq. Egalishimizcha, uning laqami Temir Qisqush. Temir Qisqush? Ha. Bizning gumonimizcha, shahrimizning ikki yanchiqchilar qo'shini bir-biri bilan ziddalashib qolgandek turdi. Elq odamning kim tarafini sulab qo'yganligini xumsaq, pat orada bu ikki taraf cho'ng jidalma-jidal chiqilganda. Shunga Qadirka, siz eng yaxshisi ularning sirini yashirmang. Ye? Qodir nimda bularning sirini yashirdi? Ha? Nimda yashirdi? Isbotingiz bormi? Yushadi degan isbotingiz bormi? Hey! Boshini aytmang, haydamang, sen anlamaysiz. Obda bo'ldimi? Voy, rahat men hech nimani uqmayman deyman. Asta. Canım Fukam, ben bayatı doktorxonada dedim-ku. Bir odam qafasi so'loqlikka, bir ish uni xiris qilib o'tibdi. Shuni qana mashina. Bu ishlarni men bilmayman. Mening demak yo'lg'inim. Bag'oq chiqini. Astagfirullah. Canım Fukam, elim shu nima bag'oqcha o faqat esimda yo'q. Qarang Fukam, meni yo'lishimcha jamiyat noshtar faqatlarlashmaydi. Voy, men hatto gezitni ko'rmayman. Voy, ko'rmaydi. To'xta, men achay. Kim bu? Qadirka. Oxirgi bir savol. Amaliyotda bir kichkina masala. Voy, siz adresingiz menga deganda Do'stlik yo'li 67-ko'cha 6-bino 12-qavat 1801-uy degandingiz. Ha. Lekin men doktorxonada tizimlatganda Langa yo'li 23-ko'cha 8-bino 1-qavat 101-uy deb tizimlatdi. Shundami? Ha? Doktor. U odam nima qildi? Çatak. Ha? Bak çatak. Şuncha tersakmı? O'sha kelma o'tdi. Qaraganda jiddiy davolash ilib bo'lsa qolmag'dak. Doktor. Men uningdan so'raydigan bir minut savol bor. Nima? Siz musholatda uningdan savol so'ramoqchi? U hozir musholatda siz javob bera olammi? Ha. Okul tayyor oldimi? Ha, mana hozir. Ha, unda tezroq o'rgatinglarmisa? Doktor. Of, voy can.
Oy. Nima qaraysan? Og'irmasa. Ishlaganga albatta og'riydi-da. Ber kela ko'rib boqay. Kela. Voy. Ha, cho'ng asli yo'q ekan. Hozir kasallikning oldini olish vaksinasini urg'izayotgandan keyin uyga yurib damoqchi bo'ladi, ha? Ma'qul. Ay, yarısını temap qo'yinglar. Qadirka. Bayat siz degan narsalarni bir qaytadan bir jazmlashtirib ya. Voy. So'rayapsiz deyman. Qadirka. Siz zaten nereden qaytsangiz diyor? Voy qaraman bayatın dedim-ku. Şu bir ahirida şimdi maçtan kira qilgandi. Men şu apirib qo'yib o'maymanni. Yanaşım-ku deyman. Şu ne qilsangiz? Kechirim o'qilib olay. Bora. Ya ma'qul Ya ma'qul deman Qadirka. Baqaram. Bu Qadirka bayılib ketdimi nima? Hech qisi yo'q. O'qilning qo'qidiga. Bizdan yaxshib qoldi. Qadirka. Uxlab qolman ko'zingiz için. Mana adresini deb turing, adresini da aytma. Nima? Bilan turib turing, Ha. Qadirka, adresini deb turing, adresinizni, uyning adresinizni men qanday aytmaysiz? Ha? Adresi. Ha? 67. 67. ko'cha, 6-bino, 12-qavat. 1200. Mana bu uyning adresi. Voy, Qadirka. Ha, qancha bo'lsin o? Ikki uyimiz yo'q-ku. To'g'ri. O ayolimiz bizga bir marta raslavatida. O Qadirka. Hal qilib yegib qoldik. Nima? Boy siz berib chiqqan bo'yidagi chambarakchiga bir qog'oz yetiliqkan degandingiz, ha? Nanga 8 zo'r. Nozima, arxiv. Sestralar tırnaqni yarısını tegib qo'ysin, undan keyin o'qilayotgandan keyin. Cho'ng masala yo'q ekan. G'aljarlikdan oldin elish o'qilni o'rvatsa, o'z qaytib bormas bo'ldi. Qadirka. Men ikki savolda qoldi. Ben maşinamı eslem etmek olsun. Ben maşinanızda pes açık koydum. Ha? Aç koş.
Ya karam, bir işten sonra baksın o zaman da. Gap şu işni topamadı emas. Tova. Bu eli qadam qanday qilib bu qapazdan şey so'nib qolgan ekan? To'may? Va, balkim aşağıdan eli işten chiqib qo'ydim ya. Ha? Qadirka, men sizga chaqirdim. Abaylab ketganda. Qadirka, eliqqa ishdan parani qilgan şeyle. İşten parayı? Maqara, o ish bag'o hozir bizga birdan-bir guvochib qoldi. Bu iş bizning qadrini tishlab olgan turg'unliq degan guvoch hisobnomda. Qiziq qiz. Buni güzel adam mayga var. O işten kişi mi, erkek mi, ne bileyim ben. Böyle erkek olsun ya kişi olsun ama adamın kişiliğindeki ağrıydı şu. Ha? To'g'ri. Ama da öyle. Qadirka, bu so'z ata bitak deyli. Mantımın ahamiyat qattiq bir qilib. Sizimiz men olaman, sizimiz. Ha? Ama da qilaylik Qadirka. Biz bu savolni ata bitak deyli. Qadirka, ben sizdan so'raydigan bir kichik savol bor. Erkam. Ma qadrining sizning savolingiz javob berishga faqat majol yo'q. Anvar kam. Haki. Muhabbet unime, baxit quşum, aşıqning uxlamay ko'rgan tushim. Sadaqat aklini gadaylik şan baharga cümler uzun kışımı Muhabbet unime hayatga bize yürekke kuşlar yana bir yürek muhabbet beklede insanlar aziz sevgisiz bu cananga cihan ne gerek. Aşıqның uxlamay ko'rgan tushim insanlar aziz sevgisiz bu cananga cihan
Aşıkның uğruna yürüyen çüşümü